Assalomu alaykum. Shirin baliq yo'li a'zolari. Bugun 1-noyabr. Patixli akalardan natija bo'lgan ekan. Biz telefonimiz zaryadkada edi. O'zlarining telefoniga olyapmiz. Suvimiz kirish o'chib qolibdi-da. O'zi yaxshi-yu suv ammo. Suv zo'r ekan ammo. Normasi zo'r. O'ta ko'p. Ancha yaxshi. 2 kilo oshiq. Qulluq bo'lsa, sekin olib chiqing, sekin. Mana shu yerdan ushladingizmi? Setdan ushladingizmi? Qahramon tog'alar yevlab ketadi, ulug'ni olyapti. 2 kilo oshiq ekan bu. 2 kiloga yaqin. Agar nima qilmasa, bitta rasmga tushing, siz bilan taroziga qo'yib qo'yilmasa, mana shu yerda olib qo'yaman. Yo, endi taroz demang endi hozir mana o'zi ko'rinib turibdi, mana qarang. Mana bu patinkam qo'ysam ham bilmayman, bu 43. Mana 2 kiloyu 180 gram ekan bugungi natija patalilarga. Mana tozasi ekan mana. Dik o'yinlar. Mana patalik mo'ynaka degan odam tutib oldi, o'zi u narada turibdi, mana alsatlar mana. Aka xonga gap yo'q, omad ketdi akani mana. Bugun 2-noyabr. Yüklandi.